Sanğın aileleri biz incik tallaş arqılıq bu tizimlikni yezip çıqdıq. Yaxşı, mən körpaqay. Xo'p. Jamiyati yeşi axloqiga qarab incik tekshirish orqali mushurat bo'yicha tuzdiq. Ko'rib baqsizlar. Bildim. Gapingizdan qaraganda bu Nar bo'lmabdi. Luji Malika? Luji Malika bakdi kapsiz xonimqo. Ashu shuma? Shundoq. Ashu malik shu. Amasa bo'lmabdi. Bununğa amal yo'q. Uning jamiyati yeşi hammadan muvofiqkan. Javlu maliki bilan qurdosh. Ramchi apandining deyishicha Javji bilan Loji ism jihatdan moslashidi ekan. Nima? Men Ramchining deginiga ishonmayman. Bo'lmaydi. U degan mening ativorliq navram tursa, uning bundoq uchirganlik qiz bolani do'st tutib olmayman. Sizlar yana esil zodilarning qizlaridan izlab beqinglar. Mundaq kapsiz bola hargiz navramga do'st bo'lmasin. Bo'lmaydi. Agar ular do'st bo'lib qolsa, mening o'maq navram yomon o'ginib qoladi. Bo'lmaydi. U qizning kelishiga men qarishi. Biroq sanğın aileleri qarısılar Loji malikining shartlari shundoq yuqori turib, asli yaratmasılar boshqa qizlarni tanlashga bu boshqalarning ochchig'ini keltirib qo'yamizmikin? Shundoq. 5-begimning ochchig'i kelishi mumkin. Qandoq qilsak bo'lar? Topdim. Jo'mey, qara, bu 3-begimning harvillari-ku. To'g'ri, ko'zlarimni choqinib etdi-ku. Nim degan jiq ko'rish bilan rahlar bu. Birisiga sovg'at qiladigan o'xshaydi. Balkim ish qilib bizga bermaydi. Qara, bu yoq kalarus sho'g'u. Bu yerga nimdek kelgandi? Nega qo'yamiz? Tuzit qilmay buyuraveringlar. Qandoq qilamiz? Ustasini so'rab baqsaq bo'ladi. Beshiyatda qandoq qilamiz? Shu yizi nimdavatsiz. Bu zodi qandoq gap amdi? Yeshukan-ku. Bu ibodatga chin e'tiqod qiladigan 3-begimning angu ibodatxonasi qilgan azroq sovg'isi.
Bu soğuğunu az değil bulandı. O nime dep bundaq jiq soğuğa ekiladigandı. Yeshu, çapsan kele. Ne oldu? Yeshu, karımı mısın? Çapsan bol, çapsan. Şonen aka, zada nemish boldi? Soğuğa kelgen. 3. begim biz bilen salamlaşmak iken. Biroq ustoz hozir ibodatxonada yo'qtursa. Şuna ula birimizni vekilip kirse deydi. Sana tapşırdım Yeshu. Men boram dem. Ödünüp qalay. Mundaq ishni men qamlashtirolmayman. Yeshu ustoz. Daxli qilib qo'ydim. Astanada danqıba Yeşil ustoz bilan ko'rishib qilishni o'ylamabdiman. Bu yoq mening qizim bo'ladi. Atidarchilik qilib qo'yasiz. Ha? Qizim, tezroq ahvol so'ra. Men Chuji, ko'proq otatarchilik qilasiz. Meni nima deb istab kelgandu? Sanğın aliləri nəvrisi Cavci Məlikini bək yaxşı gördü. Şuna onunla dost tanlaşdımı, bək ehtiyat qılıb atıdı. Bu mo'taz avarchilik ish bo'ldi. 5 qizning orasidan birini tanlasak, qolganlari cho'qim tanlagan odamdan norozi bo'ladi. Şundaq. Şuna siz hürmətki sazavar boğaşqa, sanğın aliləri sizni tanlab berishga təklif qıldı. Voy. Bu yoq rayib qalango. Ajabmi yaxshi, bu yerda uchrashib qoldik. Voy, cho'ng begimkan-ku. Mening qizim. Ko'proq atidarchilik qilala. Keling qizim, ahvol so'ra. Men shovji bo'laman. Ko'proq atidarchilik qilala. Shovji malika, sizmi? Bek umoqkansiz, qizim. Rahib qalan. Bu narsalarni Ango ibodatxonasiga sovg'atlikqa akagan edik. Yeni geldi. Avu belge. Çoğun begimninki de kılıdı. Sinyovi minkango. Yana ustoz mı bakken? Cavci Melikiga do'stlanam diken. Sanğın aliləri bu vəzifəni rahib qalanğa tapşırdı. Mundaqdan, şunu çoğun begim bilen 3. begim ustozga soğat ekeptikende. Hozirgi ahvoldan qaraganda, qolgan 3 begimmi sovg'at akiladi. Ular qizlari uchun hamma ishni qilishga rozi. Ustozning degini qaysi 3 beg? 2 begim, 4 begim, 5 begim. 5. begimning məlikisi heliqi. İliq kepsiz melik şuğu. Yaxshi, obdan quloq selang, ha? Bahar uyqusida tongni bilmadi, qoplidi atrofni qushlarning ovozi. Oxirgi misrasi. Uxlaganda qushqashning sayrig'ini alg'ili bilamdi. Keshtiki shamol, yomg'ir ovozi. Bilmadim qanchalik gullar to'zidi. Yodlayamsiz, yodlayamamsiz, ha? Keştiki şamal yağmur avazi. Bilmedim kançılık güller tozidi. Navada çıksam kaynak mazağa. Kaşlayman pulni yargıca taza. Nima deb joylayapsiz, xinim? Bunda qisiniz, sanğın alilarning navrisining do'sti bo'lanmaysiz. Bo'lmasam bo'lmadim. Nimadan qo'rqatdim? Cavci Meliki deganning men bilan nima munosabati bor? Bo'ldi, o'rganmayman. Bo'lmaydi. Tanlanamısınız, bir ömür xorluq qilamiz. Hech bo'lmaganda layoqatli bo'lishingiz kerak. Bu degan dadangizning farmoni. Bildingizmi? Amsa dadam Cavci Meliki bilan o'ynasın. Xat orqali odamning xarakterini yaratqili bo'ladi. Shunga xatni chiroyliroq yozing, ha? Xo'p. Ha? Nima bu? Endi chiroyli bo'ldimmi? Qandoq? Shinyobimin Luji Malikini zo'mizo o'g'inish qildirib etibdi deb angladim. Voy bechora.
Biroq bu ish qaysi jamoatning obro'yiga berib taqishidi. Shunga hamma oilada aktiv tayyorlik qilyotidi, ishi ustoz. Bu o'yinni lo'nqiga tashlash deb ataymiz. Bu ham tez, ham yuqori mahoratli o'yin. Bu o'xyani lo'nqining ichiga tashlasak bo'ladi. Qani, siz tashlab beqing, ha? Başladım hemse. Ay! 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 Bunda qisimiz bo'lmaydi. Lonqoga kirgizolmaydigan men. Amiz qandaq narsa kirgizalaysiz? Agar odam bo'lgan bo'lsa, ben qo'ldan kirgizolaydim. Nim qilyapsiz, xinim? Ügenmayman. Luci, xatarlik. Ishi ustoz, chapsan kiyimingizni almashtirib. Hamma oilaning qizi mushundaq kapsizmidi? Yo'q, boshqalarning qizi Loji xonimga o'xshamaydi. Ularning qo'liga yumshoq. Nima qil desa, shuni qiladi. Butun zehni bilan o'rganyotidi, ishi ustoz. Voy bechorlar. Bu dünya bek rəhimsizkən. Çoğ adamlarning menfaati uchun balalarni o'rganishga qistavatidi. To'g'rimi bir? Uning ustiga ular hadab so'g'at ekilib, oqish qilyotidi. Bu to'g'rimi bir axloqsizlikda, ha? Yisho! Isho! Yesho! Ha? Aldırmanglar. Aldırmanglar. Aram elib olay. Birdan aram elib olay. Ustoz, sizdan bir ishni o'tinmoqchi edim. Ha? Mendimmi? Ha. Neymiş edi? Bu qitimqi musobaqada men tanlay bo'lamdi. Ustoz, ma'qul deysingizchi? Raip Kalan, Yisho sizdinmi, muvofiqmi? Ha, ballarning ishini ballar bir taraf qilsa, hammadan muvofiq bo'ladi. Gapingizga yo'lliq. Yisho, keling ha? Ma'qul. Yisho, Loji Malikini Joji Malikining do'sti qilib saylab qo'ymaydigansiz, ha? Ha, albatta. Loji Malika bek kapsiz tursa, u qandaqmi yuvash Joji Malikining do'sti bo'la oladi. Shundaqmi? Endi xotirjam bo'ldim. Raip Kalanning degini bo'yicha bu vazifani Yishoga topshirdim. Chata qoldi! Chata qoldi! Nima? Yishu tanlamdikan? Chapsan sovg'at avatayli, chapsan bo'linglar, chapsan. Aha, birisi oldimizni berib bo'pti. Chaqqan bo'linglar. Tez. Hey, 3-begimning odamlari mushat saqlab turinglar. Chunki o'yinning ichi bek qisqiston bo'lib ketdi. Sirtni saqlab turinglar. Suratga tizlab oldirmay beringlar. Qalayimqon bo'lib ketmanglar. Gurishni Aviyaga gapiringlar. Gurishni Ayaga qo'yinglar. Yazlimi bilan tovar durdini ovi tarafga qo'yinglar. Meva bilan ko'ktatni oyaga qo'yinglar. Bunchavala jiq narsani qalaymiqan qo'yg'ili bo'lmaydi. Shunga hammani xotirlash kerak. Tizib aniq yozsa, kimning nima ekanligini ko'rib bilib olg'ili bo'ladi. Chapsan yezinglar. Bo'lamo yeshiyoqqa qarab, shundoq jiq narsani qabul qildik-ku. Ansirman shu yezi. Hamma ishning cheki bo'ladi. Qizlari o'maq bo'lsa-mu, bunda qilsa bo'lmaydi-da. Ular orqa-orqadan so'g'at ekilyotidi. Bunda qilsa bo'ladimi? Ha. Vazifani Yishoga topshirsam, sal chekdan oshirib o'tib boramdi, qanday? Qarasam, u rostilla setilib ketgandek qiladi. Eng oxirga 3-begimning akagini tuvandikcha deb yezing. Yaxshi, aniq yezing. Hey! Bu narsalar nega qildinglar? Men bu yerda. Ustinglarda.
Ha? Ha, bu Loji xanımga. Yeshuga sovg'a deb mandinglarmi? Shundaq xanım. Nim deb opirsizlar? Men bormayman dedim-ku. Nima deb sovg'a deb mandinglar? Biroq bu 5 begimning buyrug'i tursa, ha? Kechiring. O'lginglar keldimi? Jon kerak bo'lsa, chopsam qichinglar. Ay! Voy. Yeshu aka, Loji xonimlar sovg'at ekanmidi? 5 begim haqiqatan qaltiskan. Mundaq iflos ishni qilmabdi. Biroq behchiq sovg'at qabul qildik. Bu narsalarni shahardagi namratlarga bilib berayli. Ular chiqim xo'sh bo'ladi. Qarab turing, attiq ko'rdigan obdan o'yin bor. Amsa, Joji Malikiga do'st tanlashni boshlaymiz. Qani boshlayli. Yesho, kimni tanladinglar? Birinchi, guruchdan 6 xalta. Ikkinchi, qurtilgan beliqdan 3 sandiq. Uchinchi, oshliq, tuz 2 xalta. To'rtinchi, tavardurdan 13 yo'gan. Nima deyapsiz? Yuqorida aytilganlari Cho'ng begimning Yeshuga kelgan sovg'atlari hammasi rost. Qani, ko'rib yiqinglar. Parg'u bu. Birinchi, guruch 5 xalta. Ikkinchi, pul 50 tuzoq. Uchinchi, tavardurdan 12 yo'gan. To'rtinchi, 62. Yuqoridagilar ikkinchi begimning Yeshuga kelgan sovg'asi. Mana ko'ringlar. Birinchi, guruchdan 10 xalta. Ikkinchi, tavardurdan 50 yo'gan. Bu uchinchi begimning sovg'ati. Mundaq ishlarmi bo'ldimi teki? To'g'ri Xudoyim. Birinchi, tavardurdan 40 yo'gan. Ikkinchi, 63. Uchinchi, guruchdan 5 xalta. To'rtinchi, beliqdan 4 sandiq. Beshinchi, puldan 50 tuzoq. Oltinchi, Qobiliyatsiz kishilar amaldorlarga sovg'a kelib o'ziga manfaat keladigan ishni qiladi. Bu pora deb ataladi. Bu intayin qabil, insofsiz harakat. 5 begimdan boshqa 4 begim menga ajoyib cho'ng sovg'atlarni akapti. Bu mening shon sharafim. Sizlarga men chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Qara, o'zingiz to'kilmadi. Bu mening to'kpam. 5 begimni sovg'at beribdi. Uning kapsiz qizini Joji Malikiga do'st qilamdiq meni. Yesho. Para bilan sizni setib olish yaxshi ish emas. Biroq bu ishni cho'nga qilibdi. Qizlar bilan munosabati yo'q. Siz bu ishni tanlashning o'lchimi qilmaydigansiz. Siz xotirjam bo'ling. Men faqat ularga rahmatimni bildirib qo'ydim. Xudoga shukri. Amisa qaysi usul bilan tanlaysiz? Saz chalamdi, naqsh aytamdi yoki xat yozamdi? Meningcha o'zlarining eng cho'ng ortiqchiligidan birini o'rinlasin. Ondan Joji Malika o'zi tanlasin, bo'lamdi? Bo'pti. Malika do'stini o'zi tanlasin. Bo'pti. Cho'ng begimning qizidan boshlayli. Joji, obdan qarang, ha? Ajab chiroyli ekan. Tövanda 5 begimning qizi Loji xanim o'rinlaydi. Nim bo'ldi Loji, chapsam bo'ling-a. Nimaga usti bo'lsaq shuni ko'rstamdi? Shunday qiling Loji xanim. Rostmi? Amsi men sizga topshirdim.
Loji, kalaymaqan qimang. Mening eng chong ortiqchiligim o'yin o'ynash. Abdah, bunun bilan kalaymaqanchilik chiqarmoqchimisiz? Kechiring, kechiring. Tugashdi. Ha? Loji, men bo'ldingiz. Bek qiziqkan. Men Loji malakini tanladim. Ha? Bo'lmaydi. Isho, chapsan amal qiling ha. Boshqa amal yo'q. Malika o'zi tanlab oldi. Endi buningdan boshqa amal yo'q. Boshqa amal yo'q. Undaq demang. Shu kepsiz malikini navramning do'sti bo'lib qolmasin deb jiq boshqa turganman. Shuni Tushundim. Sanğın alilerinin ko'nglida boshqacha o'y bor ekan-da. shuncha qilganlarim birdan bo'ldi. Loji, men o'yin o'ynashni o'rgatib qo'ying. Chatoq yo'q, biroq bu kiyimlaringiz bilan shiqilib tushsiz. Mana o'xshash qiling, qarang. Mundaqmi? Sanğınning navrisi turib undaq qilsa bo'lamdi. Isho, chapsan amal qiling. Tekçe amal tapamadınız mı? Tapdim. Qandaq amal? Sanğın alileri meningcha malikiga birli do'st topsaq bo'lmag'idek. Chuji, Tingji, Chuji, Shuji, chapsan Joji maliki bilan birga o'ynanglar. Xo'p. Estağfurullah. Nevrem namımından kepsizligini oynamaptı ben. Isho, sizmi kelib maliki bilan birga o'ynang. Bo'lmaydi, bo'lmaydi. Isho, bo'ling. Xo'p. Seni o'ylayman. Chiqinglar, chapsan kelinglar. Bo'ling. Xo'p. Şimdi oymayman. Siz mo shular bilan birga o'ynamsiz. Tova. Hey, bova, sizmi kelib birga o'ynaylik. Nima? Men mi o'ynamdim? Ma'qul. Ha? Mushagichi bo'lsin. Xayr, xo'sh. 母上様お元気ですかゆうべ杉の梢に明るく光る星一つ見つけました星は見つめます母上のようにとても優しく私は星に話しますくじけませんよ男の子です寂しくなったら話しに来ますねいつか多分それではまたお便りします母上様一休勝負よねところがその勝負を早くからたくさん集めて捨てているお風呂屋さんがいたのこのままじゃお節句に勝負がなくなっちゃうわ一休さんなんとかして次回一休さん馬のお風呂と勝負の節句をお楽しみに
Mening yuyinishi va tangzingzi chag'ini. Hey, bir nima qoldirmay uzinglar. Ha, bildik. Şamo! Ha? Yuring Shao yezi. Bo'ladi Yeshil aka. Atog'ina, yaxshimisan? Ajab yavash kel. G'idig'im ketdi. Yalimig'ina. Igir yaprog'ini uzib nima qilasizlar? Monchining xo'jayini Kandingli bir sevitiga bir yamoqdan berib igir yaprog'i yig'yapti. Monchi xo'jayini uni hozir yig'ib nima qiladigandu? Shu emasmi? Tangzingzi chag'iniga texi baldirg'i. Menmi sababini uqmadim. Biroq Shamo, hozir yig'sa, chag'an kelgicha qurib ketmamdu. Hey, nima korim? Ish qilib, pulga tegishkili bo'ladi ekan. Hey, sizmi o'rib, xashligili pul topmamsiz, ha? Yeshu ustoz. Yo'q. Bu ish rasma? Ras, qaytib kelayotsam balalar sozliqdan igir yaprog'i uzib yetibdi. Shundaq, menmi ko'rdim. Shundaqmi? Yaxshi bo'ldi. Ajab yaxshi bo'ldi. Hey, o'tin keskili borayli. Ma'qul. Hozir borayli. Bizmi igir yaprog'i o'rg'il borayli. Qandoq dedi? Menmi shundaq o'ylagan. Chunki bizda bir yamoqmi yo'q. Pul topsaq topayli. Yeshu, senchu. Shuni naka, ustoz xopib ketami? Shundoq. Yeshu obdan bala. Shunga o'tin keskili boridi. Jiji, senchu. Bo'pti. Biz bir nechimiz borayli. Yaqin atrofdagi fuqarolardan sevat topayli. Qani, yuringlar. Yürüyün. Jiji, meningmi bag'im kelyotdi. Yeshu, sana pul kerakmidi? Yo'q, biroq ustoz ayblab qolsa, hammalarni tang ayblasin. Sening chuchuk Jiji. Ma'qul, menmi baray? Menmi boraman? Bugün hava acayip obdanken. Rayib qalankan-ku. Qanday qilaman? Amal topdim. Bu neydi o? Şov izi. Loğan sivetini esivelip, neymi kılıvatsız, ha? Ko'pchilik igir yaprog'i o'rg'ili ketgan edi. Bu Siz neymi devatsız? hech nima demedim. G'alat ish bu. Voy, yeshilag'i u. Rahmat. Bu yoqqa menglar. Ularni ham quvvatadi. Muncha? Esimda qilishcha, bu Kanbinglining yeri-ku. Bayman rasla yeshularni ko'rdim. Ular bu yerga nima qilg'ili kelgandi? Japa tapdinglar. Yana kelinglar. Chapsan bo'linglar. Yaxshi. Ko'pchilik rahmat. Pul topdim. Endi pul topdim. Aslida mundaq ekanda, ular pul topqili kepti. Xat, Rayib kalang'i deb qo'ymasam, yeshu endi qanday qiladi ekan qani? Oppa, chatoq bo'ldi Shunyan aka. Nima bo'ldi, Yeshu? Men sivatni unutib qolibman. Asta, men saqlab turay. Chaqqan kirib, apchiq. Kechiringlar,
Men elib olay, sizlar mang'ashtiringlar. Ma'qul. Biz asta mengib turayli. Kechiringlar. Ha? Yo'qtirdi-ku. Ha, tapdim. Ha? Igir yaprog'ini hajab bu yerga sep qo'yibdi. Jason o'tkazib olgan igir yaprog'ini bu o'rakka sep qo'yib nima qiladigandu? Yaxshimisiz, Raibkalan? Ha, men Şinxanem, yaxshimisiz? Raibkalan, isholar ko'rinmaydi-ku. Ular taqqa o'tin keskil chiqib ketdi. O'tin keskili? Men xato ko'rib qolgan o'xshayman. Ha, kimni xato tunib qopsiz? Zodi nima ish bo'ldi? Boshqa ish yo'q. Bu cho'ng ishmi emas. Men yesholarni boshqa bir yerda ko'rganda qilgan edim. Nada ko'rgandingiz? Sevat igir yaproqchilarni munchida setib etibdi-ekan. Ha, nima? Yo'q, men xato ko'rib qolgan o'xshayman. Yesho silidan yoshirincha bundoq ahmoqona ishni hargiz qilmaydi. Men chuqur xato ko'rib qoptiman. Ha, xato tunib qolgan o'xshaysiz. Amsi men mana Raib qalan. Nima gap bu? Bu ishimiz a. Hey, bakkadidan eshibdi. Yesholar qaytib kelsa, to'stin ishtadigan bo'ldi. O ahmoqlar! Bir ishki talyamoqqa ko'zinglar qizdiribdi, ha? Bu odam bo'lmaydiganlar. Bugun o'rinli qilib taq o'tin keskil chiqmaganinglar uchun bugun kechki tomoqni yemaysizlar. Anladinglarmi? Kechki tomoq yemamdoq. Ha, shundoq. Ustoz, Hozirlar o'tin keskil beringlar. Endi qorong'i tushib ketdi. Og'zingni yum. Darhol berib o'tin akilinglar. Bu misli kechki tomoq yo'q. Xo'p. Kechirgin. Yaxshi, soat uzunga bo'lmaydi ekan. Kechirgin. Bundaq bularni ajab o'ylamabdiman. Nasbastig'o bizni. Qo'sig'im ichib ko'krab ketdi. Ajab o'ylamay ish qildik. Amal yo'q. Xatolik o'zimizdan o'tdi. Yeshu aka, qo'sig'ingiz oshmadimi? Meningni ichib totishib ketdi. Dada! Ha, mana men bu yerda. Men sen? Ha, ajab kulib ketding-ku. Dada, men oxiri yeshuni ahmoq qila oldim. Nima? Mundaq gap, tunugun yeshular tomoqmi yemmidi? O'tin keskili chiqdi. Ha? Qiziq, ay, zodi nima ish bo'ldi? Chunki men bir ishni Raib qalanga aytib qo'ydim. Ha, mundaqda. Kendini bir ilgir yaprığı yığıtıptı Bir sevitini bir yamaktan vallahi jıgdırıp etipti. Bir seviti bir yamak mıken? Yesholar o'rinlik qilib o'tin kesmay, egir terig'li beribdi. Men bu ishni Raib qalanga desam, ularni rosa tillabdi. Men bek xo'sh bo'lib ketyapman. Men sen, bu tünögün keştik iş miydi? Ahmak, tünögün mağı neymi dep deymidin? Dada, ne bo'ldi? Bu kasapet. Kendini ve dotletim aldım ötübattı de. Bu abbaq. Ne bo'ldi dada? Bu yerdekenim o'rib bo'pti. Meni saqlab turing dada. Dada! Hey, bu yerdekenim o'rib bo'pti emasmi? Dada, zodi ne bo'ldi? Men sen, men bu kendini veydek o'ylagandim. Sizmi? Men emdi kechikdim. Kendini veydigen bek qabih bir nimiken. Dada, nemdep undaq deysiz? Men faqat tushunmadim. Bana tushundirib qo'ying, ha? U hem ilgir yaprığın elvağandan keyin başqalağı qanmaydı da. Şonda qısa keyin u uni qimmat bahada başqalağı satıdı. Tazımı iflas bir nimiken.
Şunda qısaq tangzonzi çağınıda 5 tiziq yamaq payda alamiz. Shu chaqda igir yaprig'i bizdan boshqa hech qanday odamda yo'q. Do'kondor amal qilamay kesilib o'ladigan bo'ldi. To'g'ri dedingiz. Yesha ustoz, Ha, do'kondor. Yesha ustoz, menga yordam qilib bir amal tepib bering. Aha, yana nim bo'ldi? So'g'ir qilmang. Kenbingvening suiqasini oshkorlashga menga yordam bering, Yesha ustoz. Suiqasdamsiz? Ha, shunda. Menga bir amal tepib bergan bo'lsangiz. Biroq men qanday qilishni bilmasam. Yesha ustoz, men sizdan o'tinib qolay. Bo'pti. Yisho! Yesho! Yesho! Ha? Aldirmanglar. Aram elib olay. Birdam aram elib olay. Rastla, shunda qishbama. Kenbingve bak eski bir nimeke. Qara Yisho. 2 tanga pulni deb shaharliklarning Tangzonzi bayramini o'tkazishiga to'sqinlik qildinglar. Shundoq. Bak ahmoq kelsizlar. Kechiring royib qalan. Men aldiraqsanlik qilib qo'yibdiman. Yesha ustoz, amal qilib Kenbingvening suiqasini oshkorlayli. Uning buncha vala pul tepib ketishini men faqat xohlamayman, Yesha ustoz. Bo'ldi qiling do'kondor. Pulning gapini oz qiling. Hozirgi eng muhim ish ko'pchilik Tangzonzi chaqinni obdan o'tkazsa bo'ladi. Xo'p, shundoq. Qandoq Yisho? Boshqalarning oldida xatolig'ini tuzitish uchun mush yerda obdan o'ylan. Xo'p, ustoz. Kenbingve xo'jayin, o'tin olamsiz? Aldingi kuni igir sotqili kelgan bal ekansan-ku. Ha, shundoq. O'tiningni menga buyuribdi-ken. Bo'pti, olay. Nechaga sotasan? Hammasi 5 yamoq. Hammasi? Otning ustidagi hamma narsani sotamsan, ha? Ha, sotaman. Bo'pti, men setib oldim. Hammani sotib olamsiz? Rahmat sizga. Shundoq seni oldimidim. Hammasi 5 yamoq. Tuta. Mau pulni. Rahmat sizga. Oyaga akirib qo'y. Ma'qul, ko'proq otidochilik qilasiz. Japa tortdim. Men mang'ay. To'xta. Nim bo'ldi? Yana bir nima qilib qoldi. Hammani oldim-ku. Yo'q, yana bir nima qoldi. Hammani ip qo'ydim-ku. Mavo. Bu egar tursa, Boya sendan otning ustidagi hamma narsa shu-mu degandim-ku. Otning ustidagi hamma narsa shu degandim-ku. Gap qo'shundoq bo'lgan, biroq Otning ustida egar bilan o'tin bor. Shunga egarmo mening bo'ldi. Uqdingmi? qiziq gap-ku bu. 5 yamoqqa egar kelmaydigan tursa. Boya deyish bo'ldik. Egarmo endi mening bo'ldi. Tozimi yo'lsizkensiz? Ko'tildimi? Ablaq. Kenbingve degan ablaqning hilisimi to'lganda Yesho. Shunga sizdan bir ishni o'tinib kelgan edim. Qo'limdan kelsila cho'qim yordam qilaman. Rahmat sizga, Shenyovimin. Men igir intayin jiq bir yana topgan edim. Shundoqmi? Men igirlarni shahardagilarga bo'lib beraymikin deyman. Shundoq qilsam, gunoyim yeniklarmikin? Obdan o'ylabsiz. Biroq igirlar boya zodi nada? Shenyovimin, u yani sizmi bek obdan bilasiz? Mushiyani debdikansiz-da. Odatda kunda ko'rayvergashga diqqat qilmabdi ekanman. Bu yerda igirlar haqiqatan jiqqa. Shenyovimin, samg'un aliylarga deb baqsangiz, igir yaprog'ini shahardagilarga bo'lib bersak. Bildim Yesho. Amsa sizga topshirdim. Nima? Igir olamsizlar? Ko'lchakdagi igir yaprog'ini ko'pchilikka bergan bo'lsangiz, o'tinib qolay. Sang'un alilari sizdan o'tinib qolay. Sarog'da gap qiladigan nimalar ekansizlar? Igirlarni yulib versa ko'lchakdan ish satlishib ketmamdi. Hay! Buni men bilaman, biroq puhralar uchun yaxshilik qilib qo'ygan bo'lsangiz. Sang'un alilari ostonadagi puhralar uchun
Ma'qul dana, bo'lamdi. Kölçekteki igirler o bir kurup tükeydi. Onundan puralarga bölüp bersem, Abrahim teximi ösmemdi. Boptu. Yişo üçün, puhralarım üçün sizge yardım kılay. Rastap atamsiz? Hem işte aval puhralarımla oylashim gerek de. Rahmat, sanğın alileri. Sanğın alileri, bək dana ekensiz. Bu halde keşkiçi putumga öl kış koyuvermem. Şundak deyseniz de yaxşı iş çıkmaydı o sizden. Voy. Dokandar, siz mi kepsiz go? Sanğın alilerinin hovlisidagi egirlarni manga basgan deb kelgan edim. Kechikibsiz, dokandar. Uni sanğın alileri Yishoga berib atdi. Ha? Bu rasma? Yisho ustoz. Ha, o puhralar üçün şundaq qildim deydi. Hey, bu qandaq gap? Men tex sovg'atlarim ip kelgan tursam. Ey! Dada, amal qilmadi. Yeshu ustam bilan so'zish paydini yerimdan olayli deb baq. Ha, shunday qilmoqdan boshqa amal yo'q o'xshaydi. Yeshu ustoz, ikkimiz maslahatlashayli. Egirlarni setishga men mas'ul bo'lay. Pulni ikkimiz yerimdan bo'lishayli. Mushundaq qilsak bo'lamdi, Yeshu? Yo'q, men bekorga taqdiman. Nima? Yeshu, siz sarang oldingizmi? Pul topmamsiz. Dokandar, kechkicha o'zingizni o'ylaydi ekansiz. Nomus qiling, ha? Bu Minshang, bunda qilsangiz sizni hech kim olmaydi, juma. Siz boshqa turmusingizmi bo'ladi? Seni yo'g'iyman, undaq demang. Undaq deysangiz, men shunga uvol bo'ladi. Shundaqmi? Biroz shundaq bo'lsa-mu, ochiq deysangiz bo'ladi. Yeshu, siz haddingizdan bek oshdingiz. Bek oshdingiz. Chaq-chaq qilib qo'ydim. Ko'nglingizga olmangchimi? Hajab eskilik qilibdi. Shamanning itining egirini mundaq aldab ilib olsa, qandaq bo'ladi? Ustoz, o'chimni olib bering. Men Kenbingvining oldimiga tushib ketdim. Aldanğınımga hergiz tembelmeymen. Yishu ustoz. Yeshu aka, chapsan amal teping, ha? Amal teping, Yishu ustoz. Topdim. Yeshu aka. Ustoz. Kenbingvi tangzongiz chog'inda igir yaproqlarini chuqum yuyindigan suvga soladi. Shundaq, bultur ikki yamoqqa yuyingan edim. Yaxshi, shu chog'da. Uning adivini berimiz. Bek yaxshi bo'ldi, Shama. Tangzongiz bayrami chaqanroq kasb bo'pti-kan? Tangzonzi bayrami oxiri yetib keldi. Xush kepsizlar. Men egir yapirganmoqchi edim. Bir bağlama ikki yamoq. Qiziq gapqi bu. Bulturqidan ikkas o'rlabdi-ku. Men boshqa yerlarga berib baqay. İxtiyoringiz boshqa yerda egir yo'q. Kendingmi? Ben igir yaprığı sağan suda yuyunmakçı edim. Mana egir yapriq sotgan baliq bir odamga 5 yamoq. Bak qimmatgan go. Yo'yinmasang ixtiyoring. Biroq men sana shuni deb qo'yay. Boshqa munchilarda egir yaprig'i yo'q. Nemişqa? Chunki egir yaprig'i mendili bor. Shundaqmi? Bo'pti. Na, 5 yamoq. Ma'qul. Rahmat. To'g'ri, do'stlarimning bili yuyunliq kelgan edi. Qani kirson. Tuzib qilmadim. Mana bu ikki do'stimning puli. Yaxshi. Dal 10 yamoqken. Ular chopsan kirson. Ma'qul. Hey, kiringlar! Chopsan yuyunliq kiringlar, ha? Yaxshimisiz Kenbingvi? Amsi tuzib qilmadim. Kiraveray, ya. Hey, to'xtanglar. Ha, men bo'ldi Kenbingvi. Muncha ota kirib yuyingan nadi bor? Biroq siz
eski dostumga tölegan 10 yamakni oldingiz-ku. Nima? Biraz yungu bo'lmag'idek mang'ayli. Sodamni vayron qilsizlar, o'tinib qolay, chiqib ketinglar. Biroq baya o'zingiz bizni taklif qildingiz-ku. Kela, birdam suvga tushib olayli. Kela. O'tinib qolay. Men xato qildim. O'tinib qolay. Qanday qilamiz ustoz? Egir sog'an suvga endi tushgan tursak. Men bildim. Oldingi kunidagi egar bilan yuyinish pulini qaytirib beray. Meni kechiringlar. Ma'qul Kenbingvi. Çatak bo'ldi. Ne bo'ldi? Birisi ibodatxonaning oldida igir yaprog'ini bekog'i berib o'tdi. Kimkan u saranglik qilgan? Birdan-birda kelinglar. Ko'pchilik, o'chirib turinglar. Sanğın aliler köpçülükке egir yapraq taqatdi. Tüydi. Tüydi. Igir yaprog'i balo qazoni yo'qitdi. Aytishlarga qaraganda egir yaprog'ining balo qazodan xalos qilishga ishlatilishi aminlik davrida boshlangan ekan. 5-oyning 5-kuni Tangzongzi bayrami, ya'ni egir bayrami deb ataladi. Kishilar egir yaprog'ini yoqisiga yoki beliga tengib olib yuyinsa, 1 yil xotirjam turmush kechirdi ekan. Yaxshi ish qilsam, ajab jafo bo'ladi ekan-a. ishni o'ylab qilmasa, mushundaq avorchilik kelib chiqadi. Xatolig'ini tunishning naqadar ta'sirligini endi bilgansizlar. Bildik. Siz xato qildingiz, ularni pul tepishga siz qutratdingiz. Mundaq bularni menmi o'ylamabdiman. Men bilan gap talashmang. Yishivaka? Mushagichi bo'lsin. Xayri xo'sh. 母上様お元気ですかゆうべ杉の梢に明るく光る星一つ見つけました星は見つめます母上のようにとても優しく私は星に話しますくじけませんよ男の子です寂しくなったら話しに来ますねいつか多分それではまたお便りします母上様一休さんが都一の力自慢と力比べをすることになっちゃったんですって勝てるわけないわよねドンチでなら勝てるんだけどでも和尚さんが力比べなどもったのほかってカンカンさあこの勝負どうなるかしら次回